Nima deb o'ylaysizlar bo'lsin mana? Kommentariyaga fikringizni yozdiringlar, o'zini qilsa bo'ladimi yo'qmi mana. Holatini ko'ringlar mana. Simlar to'kilib ketgan, bor, uqalanib, maydalanib ketgan simlar mana. Erib yopishib ketgan, mashinamiz zavat bo'lmayapti. Bu simlarni xudo xolis bitayotgan holatlarni qo'yib boramiz. Mana bu yoqda akkumulyator sivetam, teginsiga ham richaga tushib qolgan. Mana bu simlar qizigan. Bu simlarni ham ko'ramiz mana simlarni mana. Yorilib ketgan, piylisan, minisan mana simlar. Bularni ham to'g'rilab, xudo xolisi zavod holatida qilib beramiz. Videolarni kuzatib boringlar. Yuraychani bosib qo'ysanglar, xudo xolisi yo'llarni akkuratni qilib beramiz simlarni. Hozir mana ponni yechib olamiz, maydalanib ketyapti, mana maydalanadi. Nexia mashinamizdan Donus 1.5 dan simlarni yechib olamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Simlari chirib ketgan, chirib ketgan simlar. Mana pilis minis simlar, starter simlar mana. Mana o'rtasida ezilib qolgan richaga tegib. Simlar. Pilis simlar mana qizigan mana. Mana hammasini to'g'rilab, xudo xolisi shtikerlar, izolentlar, yaxshi izolentlar, simlar mana. Mana simlarni yechib oldik mana xudo xolisi. Mana shu holatda bitgan holatlarni qo'yib boramiz xudo xolisi. Mana ochib qo'yamiz, oralari yonib ketgan simlaringiz bor, antlari yonib erib ketgan mana. Hammasini ochaman, akkuratni qilib izolyatsiyaga o'tkazilyapti xudo xolisi. Hammasi cho'tki bo'lyapti. Mana simimiz tayyor bo'ldi, xudo xolisi. Mana zavod qilib yig'ib qo'ydi. Endi mashinaga qo'ysak bo'ldi mana. Haqiqiy o'zini zavodskiy samada bo'ldi mana. Ketgan narsasini alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydi. Xudo xolisini yig'sa mana kompyuterisini endi bir marta ko'rishingiz mumkin mana. Ketgan ishtaklarini alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydi. Kompyuter simlarni o'zini qilib beramiz. Hozir bozorga tushgan ekanlar 1,5 million, 2 million deyishdi yangisini. O'zini qilib berdi mana. Ketgan shtakerlarni alishtirib, hammasini o'zini zavod holatida to'g'rilab qo'ydi. Mana buni 500 ming so'm deyishgan ekan, pilis minis emasini mana. Mana o'zini to'g'rilab berdik mana. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa qilib qo'yinglar. Akkuratni sifatli qilib, o'zini simini zavod qilib ishlatib beramiz. Mana dodamash chiqqan narsalar hammasi siz mashinangizdan chiqqan eski tushgan narsalar, sim, shtakerlar. Mana shtakerlarni hammasini ketgan doda yangi qo'yildi mana shtakerlaringiz. Ketganni alishtirdik faqat. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Buni simlarni to'g'rilab berdik. Kompyuter injektordan kelayotgan simlarini hozir o'tirib zavod qilamiz. Bu mashinamiz benzinda yurmagan, benzinda zavod bo'lmagan, faqat gazda yurgan lokamiz. Mana chek svetlarigacha yonyapti. Mana mashinamiz zavod bo'ldi. Bu yonib turgan svet suz tepadiganligi cheklari o'chdi. Hozir olib borib bitta kompyuterga solib diagnostika qildirib olsalar bo'ldi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni sifatli qilib simlarni puchok provadan ponni o'zini full variantda remont qilib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Bu videoni shunaqa Nexia'si bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.